Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Antibiotiklar haqidagi darslarni davom ettiramiz va bugungi darsimizda ham juda ham qiziq bo'lgan antibiotik arzon, lekin o'tdan juda ham ko'p nojo'ya keltirib chiqaruvchi antibiotikimiz, ya'ni xloramfenikol haqida gaplashib o'tamiz. Demak, xloramfenikol sizlarga taqdim etayotgan manbamiz Jonibek Ziyo ustozning ochiq manbasidan oldik ushbu slaydlarimiz hamda qo'shimcha ma'lumot sifatida yana qo'shimcha kiritib o'tamiz. Demak, ta'sir mexanizmi ribosomallarning katta birligi bo'lgan 50S subunitni bloklaydi. Ya'ni ikkinchi translokatsiya jarayoni, ya'ni elongation sistema jarayonidagi 50S bo'lgan subunitni bloklaydi. Xo'p, klinikada ishlatilishi rivojlanayotgan davlatlarda qo'llaniladi, lekin rivojlangan davlatlarda deyarli qo'llanilmaydi. Sababi narxida. Ya'ni xloramfenikol dori vositasi arzon va shu sababli rivojlanayotgan davlatlarda qo'llaymiz. Toksikligi hamda rezistentlik shakllanishi juda ham yuqori. Ya'ni organizmga juda ham ko'p bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Eng yomon nojo'ya ta'sir anemiya holatlari. Hozir buni dars davomida yana gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, gram manfiy hamda gram musbat bakteriyalar uchun ishlatiladi. Masalan, Rickettsial disislarda qo'llashimiz mumkin. Shuningdek, meningit kasalligini davolash maqsadida, ya'ni masalan, meningit inflyuziya tufayli kelib chiqsin yoki Neisseria tufayli yoki streptokokus pnevmoniya tufayli kelib chiqadigan meningitni deyarli barcha shakllarni davolashda qo'llashimiz mumkin. Hamda homiladorlikning asosan birinchi hamda ikkinchi trimestrda qo'llaymiz, lekin o'sha 3-trimestr keladimi qo'llashimiz mumkin emas. Nojo'ya ta'sirlari anemiya, aplastik anemiya hamda kulrang bola sindromi, ya'ni Gray-Beebe sindromini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi har biri haqida gaplashib o'tamiz. Demak, anemiya, ya'ni suyak ko'magi funksiyasining pasayishiga sabab bo'ladi. Suyak ko'magining vazifasi nima? Suyak ko'magining vazifasi qon shakli elementlarini hosil qilish. Ya'ni trombotsit, leykotsit yoki eritrotsitlarni hosil qilish edi. Endi ushbu dori vositamiz suyak ko'magi funksiyasini pasaytiryapti. Natijada qon hujayralarining hosil bo'lishi kamayadi. Masalan, eritrotsitlarning hosil bo'lishi kamayadi va natijada demak anemiya holatlarini keltirib chiqaradi. Qancha ko'p tozada beradigan bo'lsangiz, suyak ko'magi funksiyasi shuncha pasayib ketadi va natijada anemiya holatlarini keltirib chiqaradi. Xo'p, ikkinchisi bu aplastik anemiya, ya'ni dozasiga bog'liq emas. Siz dozasini ko'p berasizmi, kam berasizmi, baribir anemiya holatlarini keltirib chiqaradi, lekin patogenezi aniq emas. Aplastik anemiyaga xos bo'lgan patogenezini aytib o'tamiz. Ya'ni suyak ko'magi hujayralarining halok bo'lishi va uning o'rnini yog' to'qimasi egallash bilan bog'liq bo'lgan, demak, aplastik anemiya holatlarini keltirib chiqaradi. Xo'p, keyingi sindromimiz Gray-Beebe sindromi, ya'ni jigardagi glyukuronol sil transferaza degan fermentimiz bor. Shu fermentning yetishmasligi natijasida xloramfenikol inaktivlanmaydi, ya'ni metabolizm amalga oshmaydi. Natijada organizmda to'planib qoladi. Faqatgina demak glyukuronosil transferaza ferment yetishmasligi bo'lgan bolalarchalarda va ana ko'ryapmizki, terisi kulrang tusga kirib qoladi, gipotenziya bo'lib, hattoki bolachalarning o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, davom etamiz. Qo'shimcha ma'lumotlardan klassifikatsiyasi bo'yicha noyob kimyoviy tuzilishga ega, qabul qilinishi demak og'iz orqali perosiniy oral hamda parenteral yuboriladi. Tarqalishi demak plasenta orqali o'tadi, keyin tarqala olish xususiyatiga ega. Metabolizmi yuqorida aytganimizdek, ya'ni kulrang bola sindromi bilan bog'liq bo'lgan ferment, ya'ni demak glyukuronosil transferaza orqali inaktivlanadi jigarda. Xo'p, aylanishi asosan intragepatik sirkulyatsiya orqali aylanadi va
kichik qismi esa siydik o'zgarmagan holda organizmdan chiqarilar ekan. Ta'sir mexanizmi bakteriostatik ta'sirga ega. Nima uchun? 50 S unitni bloklaydi. Ikkinchi bosqichdagi elongation bosqichidagi, demak, ikkinchi mexanizmni bloklaydi. Oksil sintezini bloklaydi. Oksil sintezi bloklanish natijasida bakteriyalarimiz o'smaydi, ko'paymaydi va bakteriostatik ta'sirga ega bo'lamiz. Va ba'zan bakteritsid ta'sirga ega bo'lishimiz mumkin. Masalan, inflyuenza yoki meningitis tufayli bakteriya tufayli kelib chiqadigan meningitlarni davolashda bakteritsid ta'sirga ega bo'lamiz. Xo'p, ta'sir qilmaydi. Xlaminidagi umuman ta'sir qilmaydi ushbu dori vositamiz. Endi rezistentlikning paydo bo'lishi qanday? Ya'ni bakteriyaga chidamlilik, ya'ni biz antibiotikni yuboryapmiz, lekin antibiotikimiz ta'sir qilmayapti. Qachonki bakteriyalarimiz plazmidlari shu antibiotikni tanib oladi va asil transferaza fermentini ajratadi. Va asil transferaza esa boshqa bakteriyalarga boryaptidan keyin biz yuborgan antibiotikni parchalab tashlayapti. Asil transferaza fermenti ishtirokida. Demak, klinikada qo'llanilishi asosan salmonella kabi og'ir infeksiyalarda zaxira dori sifatida qo'llashimiz mumkin. Meningit kasalliklarda qo'llashimiz mumkin. Ya'ni pnevmokok yoki meningokok tufayli kelib chiqadigan infeksiyalarga qarshi kurashda qo'llashimiz mumkin. Qachonki belaktam antibiotiklarga allergiyasi bo'lsa. Shuningdek, rikketsial infeksiyalarga ba'zan qo'llaniladi. Anaerob bakteriyalarga qarshi bakteriosid, masalan, fragilislarda qo'llashimiz mumkin ekan va topikal qo'llanilish esa eng ko'p ishlatiladigan shakli hisoblanadi. Toksikligi qanday? Ya'ni nojo'ya ta'sirlari gastrointestinal sistemada ko'ngil aynishi, diareya hamda kandidoz holatlari, ya'ni kandidozning kelib chiqishi Clostridium difficile bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari suyak iligida eritrotsitlarning yetilishini kamaytirib yuboradi. Yuqorida aytganimizdek anemiya holatlarini keltirib chiqaradi. Shuningdek, aplastik anemiya, ya'ni 25 ming 40 mingdan bittasi uchraydigan bo'lib, qaytmas hattoki o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Va kulrang bola sindromi, ya'ni Gray baby sindromlarini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, chaqaloqlarda sianoz, eritrotsitlar miqdorining kamayib ketishi, gipotenziya, demak, yurak kollaps bilan bog'liq bo'lgan shaklda bolalarning o'limiga ham sabab bo'lishi mumkin. Sababi, ya'ni jigarda inaktivlanishini ta'minlaydigan fermentimiz, ya'ni glyukronosil transferaza fermentining yetishmasligi natijasida, demak, o'limga ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Dorining ta'sirlari qanday? Demak, jigar fermentlarining ingibitsiya qilinishi natijasida, demak, dorining yarim chiqarilish shakli tezroq bo'ladi va ta'sir qiladigan dorilar, demak, fenitoin, tobutamid kabi, varfarin kabi dorilarni ta'sirini oshirib yuborish xususiyatiga ega ekan. Demak, do'stlar, bugungi darsimizda xloramfenikol dori vositasi, ya'ni cho'ntakbob, lekin juda ham nojo'ya ta'sirlari ko'p bo'lgan dorimiz haqida gaplashib o'tdik. Demak, bugungi darsda o'rganishimiz kerak bo'lgan bilimlar shulardan iborat edi. Qanaqadir kamchilik yoki xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Alloh barchamizni ilmimizni va bilimimizni ziyoda qilsin.